Garip Seyahat filmida mundaq bir məxfiyyətlikni bilib qaldım. Yani mundaq bir sual payda oldu yana. Bu Sunukun başta nommakli səpirdən burun bu Amitabh Buddha'nı qat'iy tunmaydı. Lekin avvallik suvarani tunuydu. Avvallik suvarani biladi bu. Guanyin Pusani. Bu nimishqa. Endi bu əsərga qarasaq, Sunukun anasır teğinin astida 500 yıl yatqa vaqtda Guanyin Pusa avvallik suvara kilib buni yo'qlaydi. Yo'qlab so'raydi. Meni tunudingmi desa, bu Sunukun qarabdi. Voy sizlarga Janubiy dengiz butsatva shugo avvallik suvara deb tunuydi, bilib qoldi. Demak bu Sunukun avvallik suvarani tunishlemas, buning nada turganligini biladi. Burun kuyurib baqqan degan gap. Endi erishni ma'lum qilgan chaqda Amitabh Buddha buni qishiq kelgan vaqtda bu ishga ko'rishga yo'qdi. Voy sen kim o desam, men Sakyamuni degan shu Amitabh Buddha degan so'y bizni tunmaydi ekan, anglab baxmabdi ekanman deydi. Bu qandaq gap bu Amitabh Buddha degan bu Guanyin Pusaning ustad uningdan yuqori avliyo bo'lsa. Avvallik suvarani tunuydi, Amitabh Buddha nemish tunmaydi bu sunuklar. Andın ikkinchi masala. Yorun Sultan'ın Toğaş bezmisinde, Şapkıl bezmisinde Gül evliyan ya malaikalarını bu çağırdı bu çoğun bir ziyafet. Bununla avvallik suvara katmışıdı, lekin Amitabh Buddha yok qarsan. Amitabh Buddha'nın bunun təklif qılmaydı, bunun qatnaşmaydı bu. Faqat avvallik suvara qatnaşıdı. Əslərdən bu şundaq. Endi bu nemish qilmishunda olib qoldi bu yer. Bu yerda texnik qiziqdir. Bu yerda Amitabh'ni qatnaşdırmaydı, lekin baş Toğaş bezmisini buzib, Sunukun erishni ma'lum qilgan chaqda Rulayni anandikin chaqirdi Amitabh Buddha'ni sakilib, Sunukun yig'ishtirib, trap qilyapman qo'yni deb. Shuning bilan Amitabh Buddha bu yerga keldi. Ishqis ko'rishgandan keyin buni anasi texnikasi bostirib qo'ydi. Bostirib qo'yib bo'lgandan keyin aslasida bu darhol yana xislatlar taqib qaytmoqchi bo'ldi. Qaytib mağdu, lekin bu yerda telefon yana shu kelib, voy mash Yorun Sultan mashta qilsin, taklif qildi choyga. Hatta aytgan kelgan bir choyga dasxon qilib, nail olib ketmamlar deb chaqirdi buni. Shuning bilan bu keyin yenib kirdi. Asli bu darhol qaytib ketmoqchi. Majlis o'taldirib qo'ygan bu-chu. Demak, mashhadli his qildi Amitabh Buddha'mı o'zining bu Yorun Sultanning bezmisida ancha qarshi ilinib ketmaydiganligini bildi. Hem o'zi tatib turibdi, buni bo'ldi, qildish qilishim qilib qo'ygan asta yo'limga ketib olay, uyimga ketib olay xizmatlar taqib da'vatidi bu yerda. Bu nemish qilib shunday qildi, lekin qarasang bu avvallik suvara beshildi ba. Endi bu masalaga kelganda bunda qarsak, ikki masala Dao Jao bilan Fo Jao o'rtasidagi masala. Ya'ni Buddha dini bilan tariqatchilar dini o'rtasidagi kichik bir ziddiyatlik masala. Şuna bu tariqatçılar bu Buddha dinidagi çoğunumni bu yer bunda çağırmagan şundaq bir hadis o'xshaydi bu. Unda xo'z avvallik suvarani mishqchaqirdi Guanyin Pusani insanlar. Bu Guanyin Pusa avvallik suvara tariqatçılar bilan Buddha dini o'rtasidagi ikki manzabning o'rtasidagi bir ko'vriklik rol o'ynayotgan bir shaxs, bir avliyo, elchi hisobda bu ikkisining o'rtasidagi elchi. Şuna qarsanlar bunu ikki tarafdan tang ta'lim etib baqqan. Şuna qarsan avvallik sonra ba'zida tariqatchilarning bir shakl quradigan bir narsa var, bu dastasi var, uchun uzun saqli var. İsmi kasbiy atalg'usini o'qimayotganman buni. Shuni ko'tirib oldi tariqatchilarda. Yana ba'zi qarsanlar xislatlar taqda Amitabh Buddha'ni qishmanda qis qo'l turib ketdi. Demak, bu shu ikki tarafga Allah'çılık rolü nait yaxşı bunun en Guanjan deymizmi, halqılıq o'rindagi adam şu. Şuna bu birinciden ayol kishi bu degan. Ko'rdinglar. Ikkinchidan bu Foz emas, Pusa aran. Bodhisattva Buddha darajasi ko'tarilmagan bilan buning o'rni nait muhim, nait yuqori. Buning sabab mushada. Endi şuna Amitabh qandaq ish bo'lsa, mush Guanyin Pusa buraydi. Şuna buning chiqadigan ko'rinishi Allah daysin nait ko'p. Bu hisobda Amitabhning bir hamda katibi deb qo'yandik. Shaxsiy katib, elchi katib deb mashunda qarab tushunsak bo'ldi bu. Sizlarcha mashunda tushunsak bo'lamdi buni katib, elchi deb. Bu yerdagi masala shu bakarak o'ylasak shu ashunda qarab tushuna oldim men. Buni haqiqatan Amitabh chiqmaydi.
G'arbki sayyohat asridagi bir qism nurg'un masalalarni asosan tahlil qilib yeyish bo'ldik. Ba'zilarini bizning zo'pin yo'qlarini masalan kunni kechda jib o'qiyotimiz 7 dan 11 gacha. Kechki jiboda hal qilyapmiz, nurg'un do'stlar bilan fikr almashtiryapmiz. Meningcha buniki mening asrimni, zo'pinlarimni to'liq ko'rib bo'lgan. Jibolarım qatnashayotganimizda bundan keyin g'arb sayyohat to'g'risidagi masalalarda unda sunukun erkakmaymi, tishmaymi, uni dadishkimi, apishkimi, zot kim tuqqan uni. Onun keyinde nelik tansın bijil necha kirdi. Unda kichik qamlashmagan masalalarni pek tahlil qilib ketmay. Undaq masalani qilsa endi moshtununkilik belgilik bir ziddiyetlik ta'siri va sirlarni, mazmunlarni undan tunugün aldığım ki ben əmli turmuşumuzu bağlab turib iş berdim. Moşundaq mazmunlar mesela en çoğ mesele nima bununki en kızıq nokta en mükemmel etret tarixten bu yan bir gruppa cüzu tüendüy desek muş g'arb sayyohatdagi bu 5'ning bir tüendüysi en mükemmel en qaltis bir tüendüy deb qaraldı. Bunda olsa mesela bizning ishlatgan korxonchiligimiz, soda va boshqa ma'lum bir xil shirkatlarni qurgan ishxonada boshqa qanday tatbiqlaymiz, qanday bog'laymiz. Bundan men qanday mazmunlarni o'rganib olsam bo'g'dak, men qanday foydasi bor degan mandaq masalalarni tahlil qilishga o'tsak endi bir qadam elib bunlarning birinchi paytligini men o'shida supurib bo'ldik endi. Endi ikkinchi, uchinchi qavatlarga chiqib bir baldaq yuqori ko'tarib analiz qilishga, tahlil qilishga o'tsakmiki deb o'ylayman. Rahmat, yoqtirgan do'stlar, yurak berib qo'yinglar, funksiya qilib qo'yinglar. Qo'yinchi qilishni unutib qolmanglar.